Mashalloh. Bismillah. Assalomu alaykum, hurmatli chorva ishqibozlari, ferma o'z obunachilari. Aka-ukalar, xudo xolasa, mollarni pervelardan qo'yib beramiz. Eng qizig'i, aka-ukalar, videomiz xudo xolasa, birinchi qismida galishtinglar ko'rasizlar, ikkinchi qismida shves, uchinchi qismida simental, to'rtinchi qismida krasniy piyoztirlar. Aka-ukalar, xudo xolasa, videomiz bo'ldi, mayli 3 qism qilib beramiz. Galishting bilan krasniy pirostlar bitta video qilib beramiz. Bitta video. Narigi simental bilan shvetslar ham bitta video. Ikkita qilib bersa yetadi. Hali ko'p cho'zmaylik deyapsiz-da videoni. Ikki qism bo'ladi, yetuk zo'r mollar bo'ladi. Mashalloh, jonivor. Zo'riga tan berib bitta mashinaqani bosib qo'yaylik. Chin dildan havas qilib aka-ukalar, meni uyimda ham shunaqa mollardan kamida bo'lmadigan 10 tadan nasib qilsin deb xudo xolasa havas qiling, bo'ladi. Bitta mashinaqani bosib qo'ying, mehnatlarimizni qadrlagan holatda biz sizlar uchun birinchi qorin 2-3 yaxshi mollar ko'rsatib beramiz. Molni qaranglar, mashalloh. Obuna bo'lib qo'ysalaring, zo'rlarni ko'rib borib turasizlar. Eng qizig'i, mollar o'zimizniki, hali nima bas. Narxlarni tirs-tirs aytaveramiz. Prem efirlar bo'lib turadi, obuna bo'lib qo'ysalaring, qo'ng'iroqchani tugib, hali birinchilarni ko'rib borib turasizlar-da, kommentariyalarga ta'sirot yozaverasizlar. Dastavkalar 12 ta viloyatga bor, kelishilgan holatda. Hozir xudo xolasa mollarni bo'y-mo'yini metrlab o'lchab beramiz, kerak bo'lsa. Bu Germaniya, aka-ukalar. Rasi tobida jonivor. Xudo xolasa baklarni qaranglar. Qo'lga ham tetiraveradi, muammosi yo'q. Hozir videomizni aka-ukalar mana. Yangi nima? Chorva fermaga obuna bo'lib o'tib, videoni bo'lib turadi. Men xudo xolasa mollarni metrlab o'lchab, tayp tugun nimalarni ko'rsatib beraman. Bloger akalarimiz bo'lsa ham bitta like bosib qo'yinglar ey. Mana. Aka-ukalar, dastavkalar 12 ta viloyatga kelishilgan holatda bor. Videoni boshlardi bo'lmasa, ketdik. Mana xudo xolasa. Metrlab, hali uzoqdagi aka-ukalarimiz metrlab o'lchab ber deyapti, mana. Metr solib o'lchab beramiz. Narxlari xudo xolasa kelishiladi. Muammosi yo'q, mana. Metr. Oldini o'lchab beraymi, oldini. Qo'shib qo'yib turing. Ikki kishidan qo'qiya qo'shib turing, nima akasmi aka? Oldi 1.8 1.8 olish kerak oldini. Ama yapalaq mol. Mana orqasi 1.53. 1.8 bag'i 1.53. Molmi? Xudo xolasa mana. Molni ko'rsataman. Baklarni mana. Jonivor, eng qizig'i yuvosh, eng qizig'i привозной. Estoniya davlatidan kelgan. Estoniyada. Ama galishting mana molni turu yilni hech qanday defekt yo'q. Yillarni ko'rsatib qo'yinglar bir. Yuvoshlik. U mana yillarni ko'rsatib, ustomirlar bo'ladi mana u ishlaydigan mol. Xudo xolasa mol yapalaq mol hali. Unaqa katta mol emas, lekin lalaygan mol, yo'g'on mol, yo'g'on. Mana baklar. Shuni qaranglar. Mana. Bitta like bosib qo'yinglar, aka-ukalar. Bitta like bossalar, xudo xolasa ko'proq odam ko'radi. Mana. Xudo xolasa mana. Ularni vilkalarni olib kelib bemalol ko'rsatib qo'ysang bo'ladi. Vilkalarni. Birorga odam jahna qiladi-da mana. Vilkalarni ko'rsat. Alohida mana. Mana vilkalar. Biz O'zbekistonda bunaqa vilka solalmaydi, aka-ukalar. Biz O'zbekistonda solalmaydi. Bu toza привозной galishting. Mana. Ketdik. Bu xudo xolasa mana 3-qoringa shekilli molga. Molni karabili. Voy, munkar turishini qara. Fon joyi bitta rasmiy ol, yonida turibdi. Voy, bo'ldi pishdi. Ketdik. Ikkinchi molimiz aka-ukalar. Bu Rossiyadan kelgan birinchi qoringa. Yosh mol. Hali munkar mana. Voy joningiz. Sen. Mana. Munkar. Voy, mashalloh. O kindilar yana, kindilar. O kindi makket soladi hali, xudo xolasa yelkasigacha. Ha, mana yuvoshim so'skalarni bitta olib kelib ko'rsatib qo'yingda, bu uzoqdagi aka-ukalarimiz so'skalarni ko'rib olish kerak mana. Mana bak, jonivor. 4 joyida отдельный, xudo xolasa buni ham bo'yini o'lchab ko'rsatib beramiz. Birinchi qoringa bu mol. Rasa ishlaydigan mol. Orqa tomoni 1.51.
Oldin ja o'lchash shart bu. 1.51 endi hisoblang. Qo'l orasida oldi va 1 sm past bo'ladi. Past bo'ladi. Mana, shular ko'rib olinglar. Birinchi qoringa ishlaydigan mol. Ikkinchi Germaniyadan kelgan, o Vilkararona D. Germaniyadan kelgan Galishtin. Shular mana. Mana Titanic kemasini. Mana Titanic kemasi yelni bo'ladi mana bu mol. Yuvosh. Hay, bu dehqonga ham cho'radi, eng qizig'i mana. Mana. Mana shu uchalasi ham cho'radi. Yellilari ham mana. Jonivor orqalaridan ko'rsating, yuvosh tomirlari ham bor. Bu hal dimlanmagan, aktyorlar bu dimlanmagan, bu bo'g'oz mollar. Yetuk bo'g'oz mollar mana. Mana. Mana bu qara yonidan ko'rsatganda mana bu qara. Voy dahshat mana. Bog'liq kinaveli mol yaqin. Molni bo'yi xudo xolasa qancha chiqadi? 48 ta kerak xotirjam. Bir 47. Aytdim, mana shunaqa. Oldi nechi hozir? Buni oldi katta ekan. Oldi baland. Ha. Mana bir xil ekan. Ko'rib olishaveradi. Привозной. Narxlari xudo xolasa kelishiladi. Screenshot qilib tashlasalaring, fermer aka-ularimiz bo'lsa 10 ta 10 ta ham qilib beraveramiz. Muammosi yo'q. Xonaji. Mana unga juplab olsa, tushadi oma. Voy jonivor. Ha, faqat zo'riga tan berish kerak. Molni olmasangiz ham bitta like bosib qo'ying, mana shunaqani bitta bosib qo'ying, mana shunaqani. Havas qilib. O kindilarni qarang, kindilar, o jonivor. Eng qizig'i hozirgi xonajim bilan nomerlarni ko'rib olishim, pastki bir xil nomerlari. Mana. Bunga 4 joyda haqiqiy sut yo'nalishida olaman degan aka-ulamizga tavsiya qilamiz buni. Bunga mana, bunga. Ha, monetlar ham ishib makkacha soladi. Xudo xolasa yelilari oldi orqadan soladi. Sut beradi, mana shu mol birinchi qorinni o'zi 20 tadan oshiq beradi-da. Oyoq qo'llari, qo'llari toza. Chiqadi defekt yo'q molda. Umuman chiqadi defekt yo'q. Qoni toza, qonni kelib o'lchab olishaveradi. Mana bu bo'yni ko'rsatadi, o ishamayotgan aka-ular metrda ham ko'rsatadi bo'yini ham. Mana. 1.54 ga olishaversin, 1.53 ga ham olishaversin. O kindilar ko'rsatganda nima oldi? Birinchi qoringa. O jonivor hali. Ha, ja soladi bu mol, taydi. Yoraveradi. Taydi, yoraveradi. Hali qoqadi bu mol. Mana 5-inchisi. Bu ikkinchi qoringa. Dumi kaltalardan. Dumi kaltani o'z bilgan odam bilib oladi. Mana sut yo'nalishdi. Paytiga kelgan, ochilgan, rasa ochilgan davri shu molni. Arqonga tushmagani jana qilyapti hozir. Mana qayda boring kallasi? Ha. Hech jonivor. Ver. Mana. Yuvosh, bu soskalarni ko'rsatganda mana. Jonivor отдельный. Soskalarni mana. Eng qizig'i pokiza. Pokiza mol. Ha, Misr mollardan emas. Pokiza yotadi jonivor ham. Bo'yi mana, xudo xolasa. To'da. Mana bo'y. 1.55 buniki. Mana. 1.55. 1.54 ga ham olaversan, 1.53 mi? 1.52 ga ham olaversan, biz 3-4 sm nima qilmaymiz. Molni o'ta dahshatlari. Xudo xolasa aka-ular endi krasniy pyostralarni qilib beramiz. Ikkita qism bo'ladi video. Bular bilan krasniy pyostralar bitta, shves bilan sementalar ikki qism qilib beramiz. Bular birinchi qismi, ikkinchi qismi ham bo'ladi. Hozir krasniy pyostralar ko'rsatamiz video davomida. Bosib turinglar. Akalar, xudo xolasa mana boshladik. Krasniy pyostralar birinchi qoringa. Ikkalasi ham bir. Sementalar ham bir, nariga ham yo 1 ga yo 2 ga. Unisi. Ketdik. Haqiqiy sut yo'nalishi, narigilar sherik qilib olsalar ham bo'laveradi. Hammasini ham bir joyga olaman desa sotilaveradi. Bizda muammosi yo'q. To'g'ri turib ol. Mana bo'y. Ha, chichqoq. Mana 1.50. 1.50 ga olaversan, xotirjam.
Hop bukib olyapti. Ana 150. Ko'rinib turibdimi? Xotirjam ko'rib olsanglar. Ana bo'lmasa. Birinchi qoringa krasniy pyostra. Mana. Jonivor. Bir doziga xudo xolasa mana shu mollar kamida 25 ta beradi. Bir doziga 25 ta beradi. Birga. Bu nari 2-3 qorinlarda vahshiy ochiladi bu mollar hali. Dastavkalar 12 ta viloyatga bor. 12 ta viloyatga kelishtiramiz. Birinchi qorinlarni hammasini olaman desam sotilaveradi. Yana bor bu mollar sotilsa hammasidan bor. Yelilarini xudo xolasa muammosi yo'q. Qonlari eng qiziq, qonini tekshirib olaversin. Qonini bitta-bitta tekshirib olinglar qonini. Muammosi yo'q bizda u. Qonin. Hech qayda defekt yo'q. Dumini uchiga tekshirib olsin mana. Ko'rsatdim. Qanaqa 150? Dumilarigacha olib qo'y. 150 uyda metri bilan kutaversin, metri bilan. Mana, bu ham buni xudo xolasa kunligiga qoldi o'zi. Ana bir 10 kun yon berdi tug'adi, mana 10 kunga ham qolmaydi xudo xolasa. Mana. Jonivor. O'zetilar ham kelib ancha yaqinlab yetiklab qoldi jonivor. Birga. Mana, xonajin narsa-ya. Xonajin narsa turibdi. Tishlari yo 2 ta yo 4 tadan. 4 ta bo'lmaydi, menimcha 2 tadan bo'lsa kerak tishlari. Balki. Jup ikkovi bitta ikkovi. Nomerlarni ham bir ahamiyat berib qo'ysin-da, bir. Ikkalasi ketdi bu molimiz. Bu simental bu. Birga bu ham. Birinchi qoringa. Jonivorlar. Bir xil mashlar bilan 2 sm kichkina bo'lsa kichkina bo'lmasdan tegma. Oldi ketini ko'rsatib qo'ying. Ammo toza simental, bu ham birinchi qoringa. Bu ham yuvosh, soskalari ham original. Bolasi tegadi. Xudo xolasa bu 7 oydan o'tgan. 7 oydan o'tgan bu molimiz. Nexa ursa bunday bolasi. Nexa bo'ldi, bolasi tegadi. Xudo xolasa bu molni. Mana. Soskalarni ko'rsatib qo'ying-da, neabishni o'tayam uni taylaridan. Ko'rsatib qo'yman. Tepganda tep borish kerak, birinchi qoringa bu bor. Tepganda tep boradi jonivor. Chaqiradi. Bu ham xudo xolasa ketaveradi shular narxida. Mana bu yo 2 ga yo 1 ga. Menimcha 2 ga ham bo'lsa kerak. Ammo shu mol bel o'ta keng. Birinchi qoringa o'xshaydi soskalaridan jonivor. Beli keng, vahshiy keng beli. Bu mol. Mana ko'rsatib qo'ying, yelilar, mana yuvosh jonivor, yuvosh eng qizig'i. Bo'yni o'lchab berayim, shuni ham bir. Shuni ham metr tashab qo'yaylik endi. Bitikda odam tashamadi metr. deb o'ylashmas. Ash turaman. Oldida turib turavering. Tak. Ay jonivor. Jonivor. Mashta turib turing oldi tarafida. Bir 53. Buni ham 50 ga olishaveradi bizda. 1-2 santimetr nima qilsa yo'q. Agar molni narxini kelishib oladigan bo'lsalaring, metrda bemalol o'lchab olaverasizlar. Hozir sizlarga to'shni 1.53, 1.50 ko'rsatib berayotgan bo'lsangiz, uyingizga borganda shunday metrda o'lchab olaverasiz. Agar kam chiqadigan bo'lsa, mol bizniki. 1.50 ga olaverasiz. Birinchi qismi tugadi akalar, xudo xolasa, ikkinchi qismida simental bilan shvetni ko'rsatib beramiz. Shvet olaman deyotgan akalarimiz kutinglar. Layklar bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Chorva ishqozda podressa qilib qo'yinglar. Qonlari toza ishonchli joylardan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.